Do'stga qarab o'tiringlar, mana buning. Hurmatli magistrantlar, har qanday vaqtda biz dars boshlanmasdan oldin qanaqadir 5 ta 6 ta so'rov vaqtida so'rovnoma bo'lmasa o'zlaringizning fikrlaringizni bildirish uchun debat formasida so'rov javob qilishni odat qilganmiz. Bugungi dersimiz o'tgan darsdagi o'sha temalar bo'yicha so'rovlar beriladi. Agar men so'ragan vaqtda biladiganingiz, xohlaganingiz qo'lingizni ko'tarib javob berishingiz mumkin. Odatdagishada keyin agar u to'liq javob bermagan bo'lsa, uni ikkinchi qiz to'ldirishga, ikkinchi magistrant to'ldirishga haqqi bor. So'roq uchun siz agar biladigan bo'lsangiz, o'zingiz o'rningizdan turib, familiyani aytmasdan turib javob berishingiz bo'ladi. Bo'lmasa men o'zim chaqirishim mumkin. Mana biz o'tgan darsda tilning tadqiqotida yangi paradigmalar sharhi o'tganmiz, ham ularga biz ta'rif berganmiz. Mana birinchi savol so'raladi, tilning qanday funksiyalari mavjud? Qanaqa familiyangizni aytib turib javob beraverasiz. Azizova Kumaris. Azizova Kumaris. Marhamat. Biz bilamizki, tilda bir necha funksiyalar mavjud va uning eng birinchi funksiyasi bu eng asosiysi kommunikativ funksiyasi. Ya'ni ikki inson orasidagi, odamlar orasidagi muloqotni ta'minlab berish. Yana o'tiradigan bu so'zda asosiy 4 ta funksiyasi bormi? Eslatib qo'yaylik. Xo'p, mayli. Shamsiddinova. Ekspressiv funksiyasi var. Uzoq buyuring. O'zimiz his-tuyg'ularimizni boshqa birga yetkazib bilish, ekspressiya qilish. Значит, ekspressiv funksiya bu til qanaqadir o'zimizni ifodalab bilishimiz. insonning emotsiyasini bildiradigan taraflar bor, tomonlar bor. Insonning emotsiyasini qandaydir fikrni biz emotiv harakatda aytishimiz mumkin, to'g'rimi? Keyingisi nima bo'lishi mumkin? Tilning jamiyatlik ma'nosi sifatida o'sha 4 funksiyaning qolgan iki turi konstruktivlik ham akkumulyativlik funksiyasi bo'ladi. Ya'ni gnoseologiyalik desak de bo'ladi. Konstruktivlik funksiyasi bu insonning tug'ilganidan boshlabki dunyoni til orqali taniydi. Ham Sapir-Whorf gipotezasida aytilganday, bizning ichki o'ylarimiz tilda savdolanadi. Ham tilning yordamida, misol uchun sintaksis, morfologiya formalarında, fonologiya misol uchun, so'larning bari o'zaro tartibga solinib, qalbleştirilib, insonlarga yetkaziladi konstruktivlik funksiyasi. Ham keyingi funksiyasi akkumulyativlik funksiyasi bu dunyo paydo bo'lgandan beri keltirgan barliq tajribalar, yaratilgan adabiyotlar misol uchun barlig'i bizlarga yetib keluvining tekrarli quroli bu til orqali yetib keladi. Ham hech bir inson tug'ilgandan boshlab dunyoni noldan жаңадан boshlamaydi. Oldingi avlodlarning yaratilgan meroslarni o'rganib mengib boshlaydi. Ham bu akkumulyativlik gnoseologiyalik funksiya deb aytiladi. Значит, düzeltiş kiriş gerek. Kimde düzeltiş bo'ladi yana? Aslında düzeltiş kiriş gerek. Akkumulyativ nima o'zi? Saqlash. Yine bu juda durust aytdi, lekin burundan bizde toplangan tecrübelerden hammasini orqali bizim miyimizde nima qiladi? Saqlanadi. Hem saqlash xususiyatiga ega. Barliq informatsiya bizim miyimizde nima qiladi? Saqlanadi. Keyin uni kommunikatsiya prosesida qanaqalig'i vaqtda foydalanib beramiz.
Mayli rahmat. Ikkinchi savol. Mana Chicago yadrosi bo'laydi. Shu mavzuda ko'rsatilgan nimaga bog'liq? Til taraqqiyot tadqiqotining yangi paradigmalarga sharhi. Misol buni bir tafsir bersangizlar. Yangi paradigmalarning turlari, ular qanday? Ha? Aytib bu. To'g'ri. Zamonaviy tilshunoslikda bir necha xil to'xtaymiz. Zamonaviy tilshunoslikda bir nechta zamonaviy paradigmalar bor. Birinchisi u antroposentrik paradigma, u til va inson o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi, tilning inson egasi sifatida. Ikkinchisi kognitiv paradigma va til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Endi kognitiv paradigma demaymiz, antroposentrik paradigmaning o'zi ishga boshqa yo'nalishlarga bo'linadi. Shuning uchun buni tuzatish kerak. Agar endi boshqa qanday tildagi bo'lgan yangi paradigmalardan tashqari o'shanga yangi paradigmalar tarixiga kim nazar sharh berishi mumkin? Biraz vaqtliga pragmatik paradigma bunda real vaqtning o'zidagi gapiruvchining maqsadi tinglovchining qanday qilib uni tushuniladi. Pragmatika ya'ni ma'no asosiy rolda bo'ladi. Значит, bu rечевой akt haqidagi bu insonning bir-birining gapirish xususiyatlari tekshiriladi. Bu biroq zamonaviy paradigma kiradi. Men uni nima qilmadim-da? Hayır, dur, zamonaviyga kiradigan-da bu. Zamonaviy paradigmagacha biz paradigmalarni ikkita bosqichni ko'rib o'tsak bo'ladi. Birinchisi tarixiy qiyosiy paradigma. Bu 19-asr boshlarida bo'ladi bu paradigma. Va keyingisi struktural paradigma, struktural paradigma. Bu Bo'ldi. Biz uni alohida so'raymiz hozir. Mana shu zamonaviy antroposentrik paradigmaga til bilimi shu ikkita tarafiyaatni nazarda tutadi. Uni bizim qizimiz yaxshi tushuntirib berdi. Biroq o'shanga arnavi turda biz hozir izoh berishimiz kerak. Qiyosiy tarixiy paradigma yutuqlari nimalardan iborat? Nima o'zi bu? O'zimiz qiyosiy tarixiy paradigma deganda tillarning kelib chiqishi, rivojlanishi va qanday paydo bo'lganligi haqida o'rganayotgan nazariyani tushunamiz va bu nazariya ayniqsa 19-asr oxirlarida kuchli rivojlandi. Keyin bu nazariyani o'rganishimizdan asosiy maqsad o'rganganimiz sari keyingi tilshunoslikning bo'limlari, ya'ni kognitiv va boshqa antroposentrik yondashuvlarga keng yo'l ochib berdi. Shu yo'lda o'rganishimiz orqali, shu yo'nalishlarni o'rganishimiz orqali. Xo'p, ozgina shakashlik bor, kim to'ldiradi? Bu davrda, bu paradigma davrining asosiy g'oyasi bu til bu tarixiy davrlar davomida o'zgarib borish protsessi deb hisoblanadi. Chicago ideyasi shundan iborat. Va bunda bu davrda asosiy yutug'i tilning kelib chiqish shajara daraxti. Birinchi kelib chiqish shajara daraxti. Qanaqa daraxtlar bu? Например, Hind Yevropa tillari, German tillari. Tillarda tuvush xalq deymizmi? O'zbekcha nima deydi? Genealogiyalik klassifikatsiyasi ishlab chiqilgan. Tasniflar eng birinchi yutug'ida. Keyin tillarda guruhlarga nima qilgan? Bo'lgan. Mana Hind Yevropa guruhi,
katta guruhlar, to'g'rimi? Bu davrda ingliz tili, Aha. ya'ni ingliz tili german tili oilasiga mansub deb hisoblanadi va shu davrda german tilining hind yevropa tilidan ajralib chiqishi ham nima qilib isbotlab beriladi. To'g'ri. Endi 50 Yevropa guruhida german tillaridan tashqari ham guruhlar qo'yadi. Nima degan? Topmanda tashilgan bu qanday guruhlar kim aytadi? Qanday? Nabira yo'qmi? O'zbo'ymi? Şahmazlar. Nadira var mı? Varınız çıkıp aydınız. Sizin doktorlar. Başka. Oltoy. Mana sonu o'sha narsalar, o'sha natijalar siyosiy tarixiy paradigma natijasida ishlab chiqilgan, tadqiqot qilingan va bizlarga tayin holda sunadi. Hali ham bu nima qilish davom etyapti. Dunyoda qaysi tillarda qaysi nimaga 5 mingday til bor. Buni qaysi ekanini hali ham bu juda ham aniq emasda o'rganilyapti. Keyingi yutuq. Sistem struktur paradigmalari yutuqlar nimalardan iborat? Bu davrdagi paradigma 20-asrning boshlarida paydo bo'ladi va bunda maydonga belgilangan lingvist Fernandes Saussure kirib keladi. Bunda bu tilga bo'lgan ko'zqarashni butunlay o'zgartirib beradi. Ya'ni til bu tarixiy rivojlanish protsessi emas, butun bir tizimga ega bo'lgan struktura deb hisoblaydi. Ya'ni Shveysariya savodi kabi u ichida mexanizmlar bor. Tilni izlash egida aspektga bo'ladi, til va nutq. Undan keyin lingvist Chomsky o'zining bu paradigma davrida generativ grammatika tushunchasi bilan bu paradigmani teranlashtiradi, chuqurlashtiradi. To'g'ri. Sinxronik, diachronik tushunchalar kirib keladi. Til rivojlanishning sinxronik va diachronik. Diachronik va sinxronik yondashuvlar yuzaga keladi. Endi bitta nima qilyapsizda? Endi tilning ichki strukturasi nimalardan iborat? Nutq nima? Shu savol kelib chiqadi. Kim aytadi? Ichki struktura nimasi? Bu grammatik qoidalar. Yo'q. Tabi nimadan pastdan boshlang. Bu Til birligi. aytaman, til birliklarini pastdan boshlang. Buni sath deydi. O'zbekcha tilning kishi sathidan boshlanadi. Fonetika, fonema, morfema, morfologiya, leksikologiya, значит, grammatika ikkiga bo'linadi. Morfologiya, sintaktika, keyin stilistika. To'g'rimi? Mana o'sha narsalar, o'sha sistema tarzida bu struktur paradigmada yuzarilgan ham bularni shu tartibda asosida o'sha biz aytgan narsalar o'sha paradigmani yutuqlari bo'lib keladi. To'g'rimi? Endi keyingi savol. Endi antropocentrizm uchinchi yangi yo'nalish, yangi paradigma. Bag'ana sizlar boshda aytib ketdingiz, antropocentrizm tushunasizlikdan yo'nalishini qanday tushunasiz? Bu nimaga asoslangan? Chiqarib prinsip. Inson markazida bo'ladi. Ya bitta kishi turib javob beringda. Qani? Aytib. Bular aktiv qatnashyapti. Dastlabki paradigma davrlarida boshqa markazda, research markazida
til bo'ladigan bo'lsa, bu paradigma davrida research markazi bu inson bo'ladi. Значит, tilda inson gapiradi, inson. Antropocentrizmda inson bo'rayda turadi. Ya'ni Значит, tilning egasi, ya'ni so'rovchidan ajratgan holda o'rganib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Tekrorli ideyasi shu. Tekrorli shu, shuning uchun shu yangi paradigmaga tekrorlangan boshqa yo'nalishlar paydo bo'lib ketgan. Buna kognitiv insonning miyi, lingva kultura ham insonning madaniyati, pragmalingvistika insonning gapirish xususiyatlari, общение, kommunikatsiya yo'nalishlarini terin o'rganish. Keyin tag'in masalalar juda ham ko'p.